Mashina olgani keluvdik, narxini kelisholmadik. Oluvchi bilan sotuvchiga yaxshi narx bo'lgani uchun ega nomerni qoldirib ketamiz. Komment yozasizlar, narxiga necha pulga olgan bo'lardinglar. Minuvchi va sotuvchi olib sotar akalarimiz narxini belgilab yozib ketinglar. Nomerni bemalol nomerni olib gaplashib savdolashaverasizlar. Mashinaning hozir ma'lumotini aytamiz. 2019-yil Gentle 3-pozitsiya avtomat, hop kapot kriloda oldida kraskasi bor ekan, bagajda bor ekan. Kraskasi mashinaning 4 yaxshi baloni bor. Salonda bo'lsa CC monitori, chexollari, poliklari qarab haydalgan mashina ekan. Mashina holati yaxshi. Mashina bitta kriloda deb aytuvdilar. 4 ta detalda chiqdi. Biz pulni kelisha olmadik. Bizga 8000 chaqirishdi. Agar shu bitta kriloda bo'lganda bizga to'g'ri kelardi. 7,5 ming iloji boricha balandroq narx aytdi. Mashinada agar boshqa joydan aybi chiqmasa, 7,5 gacha biz ko'ramiz mashinani. Bitta yozinglar, necha pulgacha olib sotar akalarimiz, necha pulgacha shu mashinani olgan bo'lardinglar. Minuvchi akalarimiz sizlarga to'g'ri kelsa, nomodan nomer qoldiramiz va kommentda yozib ketinglar. Qanchaga olindi va qanchaga sotildi shunaqa mashinalar. 2019 155 ming yurgan 3-pozitsiya Gentle. Mashina 4 ta detalda kraskasi bor. Egalari 8 ming so'rashyapti. Bemalol savdolashib, tepasiga kelib mashinani ko'rib, orasida nomer qoldiramiz.